haqiqatdan bizlar endi o'sha ota bobolarimizdan eshitganlarimiz shu nimalar bo'yicha o'sha manbalar, bobolarimizdan qolgan o'sha esdaliklar, xotiralar, aytgan gaplarni nimasiga qaraganda biz haqiqatdan Xo'ja Abduleshon bobo avlodlaridanmiz. Endi Xo'ja Abduleshon bobo avlodimizda nechinchi avlodligini aniq bilmayman. Yangi ustozimiz Toshpo'lat aka xo'jam boshlagan bir tadqiqiy ishlarda shu yozgan maqolalarda o'sha toshga yozilgan yozuvlarga qarab bizlar 7-avlod deb o'zimiz nima qildik, taxmin hisoblagan. Lekin ustozimiz aka mana Ahmad akani bir ma'lumotiga qaraganda bergan nimalar o'rganishlardan manbada topdim dedi. Judagina qisqa joyda bir qator nimalar aytilib ketgandi. Bunga adashmasa bir 1000 yil oldingi bir manbada ko'zim tushdi. O'sha yerda yashagan odamlar Xo'ja Abduleshon bozoriga borib turardi degan yozuvga ko'zim tushib qoldi. Bu 1000 yil oldin aytilgan gap ekan. Degandan keyin to'g'risi o'zimiz ham 1000 yil oldin o'tgan yo boshqa Xo'ja Abduleshon bo'lgan yo hozirgi toshga yozilgan nimasi bo'yicha shu 17-asrlarda o'tgan avliyo Xo'ja Abduleshon buvani avlodlaridan. Ism surilib kelishi mumkin. Nevarasiga qo'yadi, buvasini ismini bilamiz. Xuddi shunday. Mana bitta misol. Hammamiz bilamiz. Faqat biz xato aytib yuribmiz. Bog'cha Kalonni. Bog'i Kalon. Shunday bo'lgan joyda 2-maktabga qarama-qarshi joyda Oq masjid degan masjid bor. Hamma aytadi, Said otani qabri shu joyda. To'g'ri, Said otani qabri. Nima uchun Oq masjid? Hech kim mana shu savolga javob aytolmay yurdi. Olimlarimiz hatto. Mana bu yerdagi xodimlarimizning ko'pchiligi 2022-yilda 50 dan ziyod respublika olimlari to'dalanib hokimiyat zalida yig'ilish qilganmiz. She'rda berilgan savolga hech kim javob bera olmadi. Topdik javobini. Mana shu Zangiotani hamma biladi. Toshkent viloyatida ekanligini. Ana shu Zangiotani 2-xalifasi bo'lgan. Bu tasavvur qilinglar, 1260-1260-yillarni aytyapman sizlarga. 800 yil oldingi voqealar. Ana shu Zangiotani 2-xalifalari, muridlari, shogirdlari bo'lgan odam ismi Said Ahmad bo'lganligi hisobiga 5 ta avlodi har 100 yildan, 120 yildan keyin bobomizni unutmaylik deb avlodlaridan biri o'zining o'g'liga Said Ahmad qo'yib ketgan. 5-avlodi bo'lib turib, oradan 300 yil, 400 yil o'tib ketgandan keyingi avlodi yana Said Ahmad qo'yilgan ekan. Oq masjid deb nima aytilgan? Hech qanaqa oq masjid emas u. Pishirishdan qilingan bo'lsa, oppoq oqlab qo'yilgan bo'lsa ekan, boshqa joyda oq bo'lmagan desak-da, rangi oq bo'lgani uchun oq masjid deb atagan bo'lsa, taxmin qilsak. Unaqa ham emas. Manbani olib Peterburgga olib ketilgan. Ana shu xatirchida 1934-yilda Yalpi xonadonlarni tozalash degan Qo'shtirnoqchidagi tadbir o'tkazilgan. Har bir xonadonni 4 ta o'ris kirib keladi, xonadon egalarini urib haydab chiqadi. Sandig'i bormi, boshqasi bormi, oshxonasi bormi? Mana idish ko'ziga chiroyli ko'rindimi? Ot aravaga. Mana piyola yaxshi ko'rindimi? Ot aravaga. Bir necha eshilon qilib olib ketilgan kitoblarda bir nusxa yozilgan kitobga olib ketgan ekan. Ana shuni Peterburgdan 6 varag'ini $100 sotib olib, tarjimasiga qarasam, Abdullaxon haqida eshitgansizlar tarixdan. Shagoniylar avlodlarining oxirgi vakili Amir Temurdan keyin O'rta Osiyoda eng ko'p qurilishlar qilib ketgan podshoning nomi. Ana shu podsho o'zini hududi bo'lgan Xorazm atroflarini aylanib yursa, Sirdaryodan Oq masjid degan joyga chiqadigan suv ariq bitib qolgan. Katta xarajat qilgan bilan ariqni qozdirib beraman sizlarga. Lekin yalchimaysizlar. 6 oydan keyin loyqa suv yana ariqlaring to'lib qoladi. Kelinglar, sizlarni ko'chiraylik. Xuddi shu yerda qanday yashasanglar, janub tomonlaringda
bu yerda Sirdaryo ekan, yerda Zarafshon bo'ladi. Orqa tomonlaringda qozoqlarni Qoratov deb atashadi qozoqlar, Qoratog' degani. Xuddi shunday Qoratog' ham turibdi.